Amerika vaflilari bo'yicha qisqacha ma'lumot aytib o'taman. 3 xil mahsulot bo'ladi. Biskvitlisi bo'ladi, delisligi bo'ladi va vaflilikisi bo'ladi. Mahsulotni birinchi o'rinda sotib olishingizdan oldin e'tibor beradigan joyingiz mana shu burchagida plombalangan bo'ladi. Plomba ochilmagan bo'lsa haqiqiy bo'ladi va elektr degan yozug'i bor skochi. Ana o'sha skoch ochilmagan holatda bo'lishi kerak. Agar ochilgan skoch bo'lsa qayta yopishirish imkoni yo'q. Original hisoblanadi. Va undan tashqari sotayotgan odamga siz shunaqangi savol beringki, mana shu mahsulotingni olganimdan keyin pul ichidan 100% chiqadimi yo'qmi? Yutug'i mayli, yutug'i omadga bog'liq. Agar puli chiqmasa, pulimni qaytarib berasanmi degan vaqtda agar savolga javob bera olmasa, u insondan xarid qilmang. Bizdan mana shu Amerika vaflillarini xarid qilsangiz 100% pul qaytarib beramiz. Qachonki qaytarib beramiz, ichidan pul chiqmasa, umuman pul chiqmasa, ichidan 100% pul qaytarib beramiz. Yutug'i esa bu omadingizga bog'liq. Xudo xolasa, Alloh nasib qilgan bo'lsa, yutuqlari chiqishi mumkin. Bizdan xarid qilgan mijozlarimizga ko'plariga yutuqlar chiqdi, xursand bo'lishdi. Bundan keyin xudo xolasa Damas yutuqlari qo'yilgan, umra safarlari ham bor. Kimga mana shu mahsulot kerak bo'lsa, pastki raqamga qo'ng'iroq qilinglar, biz sizlarga yetkazib beramiz. Bizdan kuzatishda davom etinglar.